Yunus alayhissalom baliqning qorniga tushib ketdi, o'zini qilgan xatosi tufayli. Dengizning tubida yotibdi baliq qornida Yunus alayhissalom bilan. Mustor bo'ldimi? Chorasiz bo'ldimi? Nima deb duo qildi? Fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Zunnun Yunusning qorong'u zulmatlarda turib, hech iloh yo'q magar o'zing bordirsan, ey pok Parvardigor. Dar haqiqat men o'z jonimga jabr qiluvchilardan bo'lib qoldim degan nidosini eslang. Alloh qutqardimi? Najot berdimi? Birodar, duoing ijobat bo'lishiga aniq ishonib duo qil. Mustor bo'lib, ilhaq bo'lib duo qil. O'zingni muhtojligini izhor qilib turib duo qil. Aniqki musulmon banda u duo bilan biror narsada Robbisiga duo qilar ekan, duosi albatta ijobat bo'ladi. Mana shu duoni bilamizmi, birodarlar? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin.